Uchinchi shartim. Uchinchi shartingiz men makiyaj qilguncha jim o'tirasiz. Nima bu bor? Ozgina sekinroq. Qaysi biringlar ko'rmanglar? Men ko'raman. Hozir sizga probniy makiyajga yozilganman-da. Atar Urvindagi stilistlarga borib yurgan qizman. Bo'lmasam yo'liga o'zirmasiz. Просто qaynagachim sizga yozdirib qo'yibdilar. Merimidagi obrazim ularga yoqmadi. Bo'ldi, to'xtang, siz qaynagachingiz. 12-mayda to'y sizniki. Meniki. Faqat mening bitta shartim bor. Ro'molimga вообще tanamga tegmasin. Keyin ikkinchi shartim. Shogirdlaringiz вообще menga qo'li tegmasin. Uchinchi shartingiz men makiyaj qilguncha jim o'tirasiz. Shunaqa qizlarni ishim bilan ko'rsatib o'chirib qo'ygim keladi-da. Ensam qotirib Urvin deydimi? O'zi qaysi Urvindaligini bilarmikan? Mendan so'ramay qilib yotibdi. Atak normali chiqibdi. No baribir ro'molimga teqizibdi. Hamma mayli, oxirida tekshirib olaman. Kamol opa bu Urvin deyapti. Urvindagi stress qanaqa bo'ladi o'zi? Ularga oxirida Urvinni ko'rsatib qo'yaman bunga. Urvin nima degani o'zi Kamol opa? Mana buni qaralaring, o'zini olib yotishini. Yaxshi. Mam svetizni bu yoqqa olib keling. Hozir yana bitta. Ko'chada ham tabiiy yorug'likda bitta ko'rib keling. Zo'r chiqibdi. Avtobusdan o'tib ketyapti. O'shanacha tushib ko'ring. Suvda ham bitta tekshirib ko'ring. Voy 60 gradusga qo'ying. Mana bu probniyni puli. Qarang, to'xtang. Mana bu qaynagachingiz bergan zaklad. Siz meni Urvinimdagi klientlarimdan emas ekansiz.